Telefon savdosida eng katta muammo har doim ham mijoz topish emas. Mijoz bor, talab bor, model so'rayotgan odamlar ham bor. Lekin kerakli mahsulot vaqtida kelmasa, sotuv baribir to'xtab qoladi. Ayniqsa, telefon savdosi bilan shug'ullanayotganlar uchun bu juda ham muhim. Bugun bor, ertaga yo'q. Bir safar kechikadi, keyingi safar vaqtida keladi. Ba'zida esa telefon qayerda ekanligini bilishning o'zi muammo bo'lib qoladi. Chunki mijoz kutib turmaydi. Sizda kerakli model bo'lmasa, mijozini boshqa joydan olib ketadi. Shuning uchun bu biznesda stabil logistika katta rol o'ynaydi. Weltrix kompaniyasi Koreyadan O'zbekistonga katta hajmda telefon olib kelish quvvatiga ega. Hozirda kompaniya O'zbekiston bo'ylab 100 dan ortiq hamkorlarga ega. Biznesingiz uchun partiya kerak bo'lsa ham, Koreyadagi yaqiningiz uyiga bitta telefon yubormoqchi bo'lsa ham, jarayonni tushunarli hamda xavfsiz tashkil qilib beramiz. Yuk qabul qilinadi, tekshiriladi, xavfsiz qadoqlanadi va O'zbekistonga yuboriladi. Siz esa har safar qayerda yuribdi, qachon keladi, ishonchlimi deb xavotir olmaysiz. Stabil logistika, stabil savdo degani. Koreyadan O'zbekistonga telefon olib kelish bo'yicha Weltrixga murojaat qiling.